Damaschilar va zapchastfurushlar diqqat bilan ko'ringlar, sizlarga zo'r video qildim. Damaschilar, mayatni olib turganingizda hushyor bo'ling. Quyma mayatni olib qo'ymang bilmasdan. Chunki quyma mayatnilar birinchidan razmeri birga bir bo'lmaydi akalar. Mana shunday birga bir bo'lmaydi bu narsa, yo uzun bo'ladi, yoki jichi kalta bo'ladi. Keyin mana shu teshiklarida bir xil mana shunaqa konusviy bo'lmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Tekis bo'ladi, nakinishini yaxshi qotmaydi. Ikkinchisi, sinish xavfi ko'p bo'ladi bularda. O'zi narxidan ham bilib olsalar ham bo'ladi. Narxi taxminan 140 ming, 150 ming atrofida bo'ladi. Bizning mahsulotimiz 200 mingdan oshiqroq. Sababi akalar, bu narsani bitish jarayoni katta pulga bitadi. Temirining o'zi 100 mingdan oshiq turadi rabochisi. Bitish jarayonlari bilan ancha pulga tushadi bu narsa. Shuning uchun qimmat turadi. Bilasizlar, hamma narsani qimmat narsa toza bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmanglar akalar. Koreya korpusdan olsalar ham 1 yil garantiya, 10 yilgacha ishlaydigan mahsulot. Qo'yasiz, rullangiz yengil bo'ladi. Plus razval uncha ketmaydi, keyin mayatni qo'shdan qutulasiz akalar. 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor akalar. Inshaalloh ertaga Zapchast bozorda Qo'qon Mastona Baraka savdo majmuasida bo'lamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Mana shu yerda turgan hamma mayatnilar va boshqa mashinadagi mayatnilar ham sizlarni kutyapti.